Vatandaşına ayamasdan taşıp gelgen barcha aziz mehmonlarimiz. Xush kelibsizlar. Bugungi kelinglarimizni baxt to'ylariga deymiz. Azizlar, ilk boshda Kerloyimiz zelek ketmasligi uchun Kiyodra sizdan iltimos qilamiz. Kerloyimizning oydek yuzini ochib qo'yishga ruxsat beramiz. Gulbiroz qarsa yorasida. Tabriklaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Baxtli bo'lingizlar, tashakkurningizlar. Orzulardan obbo kiydirdi oy. Obbo xarid zamoringdan nagiz bir chiqib. Obbo yulduz to'lfa ko'rgan qoldi as-solih. Bu dunyoning oq yerda sensan kelinchak. Kelinchak kulishing bunchalar go'zal. Yuraklari quyilib kalmonda bilan. Ona zaminda baxtiyor o'sgan. Murtoy ko'zlaring ko'rmasin zavol. Aziz mehmonlarimiz, o'zlaringiz javobi bu oqshom mana shu xonadonda Amir bir oilasiga yana bitta yangi oila qo'shilmoqda. Bu bo'lsa kechamizning shahzodasi Kiyodra Eshvori bilan liboslari o'zlariga yarashgan Kerloyimiz Faridaxonlarning bag'ridagi misol oqshomlaridir. Kelingizlar aziz mehmonlarimiz, shunday ekan bugungi kelinglarga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Birinchi bosgan baxt ostonasiga qo'ygan qadamlaringiz qutli muborak bo'lsin. Labingizdan kulgan chehrangizdan tabassum sehri sira arimasin. Biringiz oy bo'ling, biringiz quyosh bo'ling. Nasib qilsa kelgusi yil farzandlaringiz yulduzlar kabi atrofingizda aylanaversin. Hurmatli azizlar, har bir inson yaxshi bir istaklar bilan elning oldidan bir kamsiz o'tsam degan niyatda to'y qiladi. Ana shu to'yning ajoyib, qiziqarli, zavqli, shavqli bo'lib o'tishiga siz aziz mehmonlar, biz san'atkorlar katta sababchimiz. Keling ajoyib qilib o'tkazishga urinaylik. Kelingizlar, shunday ekan azizlar, endi esa bugungi hurmatli kelinglarning baxt to'ylarini ochib berishi tabrik so'zlamoqda. Hurmat ehtiromini Kiyodraning Ergash akasidan birinchilar qatorida tabrik so'zlamoqda eshitmoqchimiz. Keling Ergash akasi, kelinglarning bugungi baxt to'ylarini ochib berish uchun tabrik so'zlamoqda. Hurmatli akamiz, sizlarni eshitib qolamiz. Assalomu alaykum akamiz. Xush kelibsiz. Anşu ulaşan ameliyatlar açıklarsa toyların sabahları bizim benim kukan işleri ülkelerimiz faydalarının dikkat toyları o yaşlarda uzak oyları çok bazen ayağlar çıksınlar çıksınlar yerden gelirsin kuşak arasın bağlı olsun sağ selamat nasıl olsa bunun yerine tutuyabilirsin. Azizlar, har bir to'y o'zlaringiz bilasiz, qo'shiqsiz, kuysiz o'tmaydi. Shunday ekan, bu oqshom kelinglarning baxt to'ylariga bundan bir necha yil oldin Mo'g'dalli shahrida o'zining jozibali qo'shiqlari bilan elimizga tanib bo'lgan O'ktamjon Xudoyqulov hamda uning rafiqasi Nargiza Namozova, shuning bilan birgalikda Nuriddin Suxonov bu oqshom siz aziz mehmonlarimizning xizmatlaringizda bo'ladi. Tegirmon muhabbati bilan, buyuk san'atkor hurmati bilan deganlaridek muhabbatimizni qo'shib beramiz. Barcha aziz mehmonlarimizni asta-sekinlik bilan o'yinga taklif qilamiz. Açık edim, uçanda bahar
Sevgili aykışken gitmeyin cüretim havalı sinne bir duvar sırrı muhabbetim ilk muhabbetim Yolundan engelli yolsuzluk kayıp sevgili arkadaşken yıkmayın ruhatı olmazsa ne bulur sırrı muhabbetim Osmanlı'da buralarda yaşasın. Şeker şeker